Assalomu alaykum hammaga. Kuninglar boshlagan kuninglar xayrli o'tsin. Apelsin to'g'risida ma'lumot bering deyishgan ekan. Xo'p, apelsin mana hozir Xudoga shukr dekabr oyi kirib keldi. Demak, bizning regionda qish boshlandi. Apelsin ko'proq qishda ko'proq iste'mol qilinadi. Bu narsa apelsin shunaqa xususiyatlari bor. Apelsinda C vitamin bor. C vitamin deganimiz demak, bizni tanamizga kerak C vitamin. Bu qonni suyultirib beradi birinchi o'rinda. Keyin hazm bo'lish jarayonimizni yaxshilab beradi bizga. Hazm bo'lish jarayoni yaxshilandi, demak ichak faoliyatimiz ham yaxshi ishlaydi. Yana buni yaxshi xususiyatlari qon tomirlaridagi mayda-chuyda tromblarni ham eritish xususiyatiga ega bo'ladi. Endi yana bitta narsa borki, apelsinni ham har bir narsani me'yori bor deganimizdek, ko'proq iste'mol qilsa allergiyaga ham moyillik bo'lgan insonlarda allergiya berishi mumkin. Shuning uchun har bir narsaning me'yori bor. Me'yorida iste'mol qilinsa, bu juda ham kerakli mahsulot bo'ladi. Demak, sizga qon tomirlaringizni tozalab beryapti, hazm bo'lish jarayonini yaxshilab beryapti, C vitamin tanangizga kirib boryapti. Bu hamma insonlarga kerakli vitaminlar bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.